Barchaga salom. Sizlar bilan Umid YouTube. Bugun eng zo'r prosmotr olayotgan xuddi shunaqa videolar qilishni o'rgataman. Videoni ko'ring. Qizim, nimasi bu? Kimsan James Jackning qizi kollejga shunday kiyinib borsa-ya? Birinchi kundan hamma menga boyligim uchun xushomad qilishini istamayman. Bu nimasi? Velosipedda ketmoqchimisan? Kollej ancha uzoq. Qo'riqchilar o'zlari eltib qo'yadi, nima qilasan o'zingni qiynab? Yo'q, dadajon. Boshqalardan ajralib turishni xohlamayman. Keyin menga hamma soxta munosabatda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, siz ham bir marta bo'lsa ham nazaringiz tushgan xuddi shunaqa videolarga. Xuddi shunaqa videolar Instagramda juda ham ko'p obunachi olib kelyapti va ko'proq like va ko'proq natija. Xuddi shunaqa video qilishni men hozir o'rgatib qo'yaman. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like va kommentariy yozib qoldiring. Like va kommentariy ko'p yozgan insonlarga bitta omadli insonga pul ishlaydigan YouTube kanal beraman degandim. Aynan mana shu videoda g'olibni aniqlaymiz. Are you listening? Damn. Ko'rib turibsiz, prosmotrlar 11 million birinchi videosi va 4 million 900 ming ikkinchi video, 5 million 500 ming, 7 million obro'ysiz kimman o'zi serial qilingan sun'iy intellektda. Qolgan qismlar 5-qism 5 million 800 mingta prosmotr, 6-qism 3 million 700 mingta. Xuddi shunaqa serial siz ham qilsangiz bo'ladi. Kelinglar, xuddi shunaqa video qilishni o'rgataman. Mana birinchi qismga kiramiz. Mana birinchi qismga kirdim. Xuddi mana shu videoni hozir olib olamiz. Copyright qilib oldim va bizga kerakli bo'ladigan narsa Telegram bo'ladi. Telegramga kiramiz. Telegramga xuddi shu botga hozir tashib ko'ramiz. Videoni sketchat qilib olamiz. Birinchi o'rinda mana videoni chiqarib berdi va bu videoni sketchat qilib olamiz. Saqlash. Galeriyaga saqlab oldim. Mana galeriyaga kirganimizda video tayyor. Ko'rib turibsiz, pastda o'ng tomonda video 3 ta qilingan bu videolar. Hozir bunaqa videolarni sifatliroq va zo'rroq qilishni ko'rsataman. Qaranglar, hozir buni screenshot qilib olamiz. Ko'rib turibsizlar, ko'zlari xiraroq, yaxshi ko'rinmay qolgan ko'p joyida. Saqlanib qilib olamiz va biz ChatGPT ga kiramiz. ChatGPTda yangi oyna ochib olamiz. Plusni bosib shu rasmni tashlaymiz. Rasmni yaxshilab ber deymiz. Bizga hozir rasmni juda ham tiniq variantini qilib beradi va u rasmni biz o'zgartirib ber desak, o'zgartirib ham beradi. Aynan shu joyda ko'rib turganingizdek zo'r o'zingiz ideyalaringiz qo'shsangiz bo'ladi, o'zingiz gaplaringiz yoki o'zingiz yangi hikoya yozsangiz ham bo'ladi yoki ChatGPTda bitta ajoyib hikoya olib qilsangiz ham bo'ladi. Hozir men sizga o'zim bironta narsa qilib ko'rsatib beraman. Xuddi shunaqa video qilsak ham bo'ladi. Aynan shu serialni davomini qilib ketsangiz bo'ladi. O'zingizda ideya bo'lsa yoki shunaqa ideya qilib ber. Xuddi mana shunaqa bo'lsin, chiroyli qilib yozib ber desangiz, yozib ham beradi. Hozir bitta qilib ko'ramiz. Yoki ChatGPT bo'lmasa, Claude degan sun'iy intellekt bor, u ham zo'r hikoyalar yozib beradi, mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Hozir bizga rasmni qilib berdi. Rasm ustiga bosamiz, mana. Juda ham tiniq ko'rib turganingizdek, qarang. Qanchalar tiniq bu rasm. Endi bu rasmdan foydalanib video qilishni o'rgataman. Saqlanib qo'yib oldik va chiqamizdagi aynan mana shu sun'iy intellekt, Flow yoki boshqa sizda bilmagan sun'iy intellektlaringiz bo'lsa, men arzonga ishlatiladigan yoki arzonga ko'proq sun'iy intellektda video qiladigan saytlarda Telegram kanalimga tashlab beraman. Telegram kanalim video tagida bo'ladi yoki kanalimga kirsangiz Telegram kanalimni qo'yib qo'yganman. Kelinglar. Birinchi bo'lib rasm tashlab olamiz. Mana tiniq rasmni tashlab olamiz. Mana shu tiniq rasm ekan. Tiniq rasmni hozir tashlayapman va bu yerda nima deyishini biz aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar. Biz CapCutga kirib olamiz birinchi o'rinda. CapCutga kiramizdan bu yerda videoda nima deganini siz yozdirib ham olsangiz bo'ladi. Gemini ilovasi orqali.
Mana 10 sekundini yoki mana shu kadrgacha yozdirib olaman. Qaranglar, 10 sekundlik kadrda nima deyilganini yozdirib olaman. Buni qilib tashlab saqlantirib qolamiz videoni. Va Geminiga kiramiz. Plusni bosib, o'sha videoni tashlaymiz 10 sekundlik. Bu videoda nimalar deyilgan yozib ber dedim. Aynan mana shu videoda hozir nimalar ishlatilgani, nimalar deganini aytib beradi. Videoda barcha gaplar muloqot matn quyidagicha deyapti. Mana ota dadasi aytgan uzun. Qizim nimasi bu? Kimsan? James Jekning qizi kollejga shunday kiyimda boradimi? Ya deyapti. Va qizi, men bugundan hamma menga boyligim uchun xushomad qilishini xohlamayman deyapti. Kelib, mana shu yozuvni kopiyat qilib olamiz va bu joyga tashlaymiz. Mana. Ketdi. Qizim nimasi? Kimsan? James Jekning qizi degan. Kimsan deganiga mana shu o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Qaranglar. Qiziqarli qilib o'zgartiramiz. Umikoni qizi kollejga shunday kiyinib boradi-ya, deyapti. Men bugundan hamma menga boyligim uchun xushomad qilishini xohlamayman. Like bosing videoga. Kanal YouTube oling deb qo'yaman. Qani ketib bizga bitta video qilib beradi. Qani qanchalik qila oladi? Xuddi shunaqa videoga o'xshata oladimi? O'zingiz kommentariyada yozib qoldiring, baholang. Shunaqa videoni epla oldimi, yo'qmi bu so'nggi ko'ramiz. Aynan shunaqa videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, Instagramga kirib, mana Instagramga kirib Parizoda AE deb yozsangiz chiqadi. Mana shu videolar trend bo'lib ketdi. Juda ham ko'p kishi qanaqa qilishga qiziqayapti, o'rgating dedi. Mana o'rgatib video qilib chiqayapman. Hozir bizda shunaqa video bilsangiz, Instagramda shunaqa videolar ko'payib ketdi. Hamma har xil ideyalar bilan qilyapti. Prosmotrlar juda ham ko'p, men ko'rdim. Malades, lekin eplab juda ham zo'r natijalar qilyapti. Qani videoni ko'ramiz. Nimasi bu? Kimsan? Umikoni qizi kollejga shunday qizim, nimasi bu? Kimsan? Umikoni qizi kollejga shunday kiyinib boradi-ya? Men bugundan hamma menga boyligim uchun xushomad qilishini xohlamayman. Like bosing videoga va YouTube oling. Qizim, nimasi? Tez gapirib yubordi-da. Hozir to'g'rilaymiz xatoni. Ne qilamiz? ChatGPTga kiramiz. Yangi o'yin ochamiz. Buni yozuvni tashlaymiz. Videoga like bosing va YouTube kanal yutib oling. YouTube kanal. Videoga like bosing, kanal YouTube. YouTube oling. YouTube deganda YouTube'ga o'xshar ekan. YouTube sovg'ani YouTube oling deganda. Oling. Prompt to'g'rilab yozib ber. Sekinroq, yaxshi gapirsin. Video 3 ga prompt. Video 3 ga prompt qildiryapman hozir, mana. Bu yerdan hozir bittasini kopiyat qilib olamiz. Kopiyat qilib oldim va hozir qayta qildirib ko'ramiz. Qani bu qanaqa qila olar ekan? Hozir men eng arzon Create List bilan ishlatyapman. Bilasiz? Hozir mana 10 Create Listini ishlatyapman. Bu yerda 20 si bor va 100 ligi bor. Men eng arzonidan ishlatyapman.
shunda ham yaxshi qilib beryapti. 100 ta kreditlisini ishlasangiz, mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham tiniq, sifatli videolar qilib beradi. Hozir 10 eng oddiy kachsudagi yaxshi qilib bo'lmaydigandan ishlatsam ham yaxshiroq. Xuddi shu Instagramdagidek qilishga harakat qilib beryapti. Hozir videoni birpasda tayyorlab tashlaydi. Qaranglar, xuddi shunaqa video qilish uchun ham, masalan, Flow sun'iy intelligiga kirsangiz, mana Veo 3 ta video qilsangiz bo'ladi. Bitta akkauntga bir kunga 2 ta video qilishga 10 ta kreditli bo'lsa 5 ta video qilishga beradi. 5 ta bitta akkauntdan 5 ta video qilsangiz bo'ladi. Aynan sizda 5 ta 10 ta akkaunt bo'lsa, juda ham ko'p videolar tekinga qilsangiz ham bo'ladi. Juda ham zo'r, manfaatli, sizlarga qo'l keladigan usulda o'rgatdim. Bu ham zo'r usul, chunki menda akkauntlar ko'p, ko'pida tekin ishlatsam ham bo'ladi. O'zim ham, sizlarda ham bilaman, akkauntlar bor. Bemalol tekin ishlatsangiz bo'ladi sun'iy intellektda. Qani, buni ko'raylik. Qizim, nimasi bu? Kimsan? Umikoni qizi kollejga shunday kiyinib boradi-ya? Dada, men bugundan boshlab hech kim meni boyligim uchun xushomad qilishini xohlamayman. Qizim, nimasi? Juda ham o'xshadi, ko'ryapsizlar. 10 kreditlisi eng arzonida qilyapman, juda ham zo'r qilib beryapti. Uzum mevasini o'rniga boshqa meva ishlatsangiz ham bo'ladi, yoki o'sha serialni davomini qilsangiz ham, kuzatuvchilar juda ham ko'p qiziqib kutmoqda. Boshqa shunaqa o'xshash davomini qilsangiz yoki shuni davomi deb qismlarini qo'yib chiqsangiz, juda ham yaxshi prosmotr oladi. Do'stlar, endi bitta omadli insonga bilasizlar, pul ishlaydigan YouTube kanal beraman degandim. Shuni g'olibini aniqlashimiz kerak. O'tgan videoga like va chiroyli kommentariy yozgan insonga pul ishlaydigan YouTube kanal beraman degandim. Shuni g'olibini kelinglar, sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. YouTube ga kirib olamiz. Birinchi o'rinda bizga YouTube kerak bo'ladi. Mana Umiko YouTube degan kanalimga kirdik. Mana pul yechib ko'rsatdim YouTube orqali degan videomga aytgandim. Men bilasizlar, mana kommentariy yozinglar va bitta dona like bossalaring, omadli insonga pul ishlaydigan YouTube kanal sovg'a qilaman degandim. Kelinglar, shuni sovg'a qilishga tayyorman. Havolani nusxalaymiz. Havolani nusxalashni bosdim va YouTube'ni havolasini olgan joyimda shu yerga kirgizamiz. Va nechta kommentariy borligini bu tugmani bosganimizdan keyin kommentariyalar chiqarib beradi va startni bossak, g'olibni aniqlab beradi. Shuncha kommentariyani ichidan bitta omadli insonni aniqlab beradi va u insonga biz YouTube kanal sovg'a qilamiz. Qani? Mana 950 tadan ko'p kommentariya yozilganini chiqarib keldi va start tugmasini bosamiz. Nima degan kommentariyada qanaqa komment yozganigacha chiqarib beradi. Kelinglar, start tugmasini bosamiz. Bosdim. Viral bot 7 degani WoW deb yozib qo'yibdi. Kiramiz YouTube kanaliga. Sun'iy intellektlarda video qilgan, har xil videolar qilgan, 2 hafta oldin ham video qo'yilgan, 54 minut avval ham video qo'ygan ekan. Shorts videolar qo'ygan. Kanalda ancha og'ir ahvolda ekan. Mana shu insonga hozir pul ishlaydigan YouTube kanal sovg'a qilamiz. Bu videosiga yozib qo'yaman men. Assalomu alaykum deb, mana assalomu alaykum. Yozdim. Endi yana komment yozaman. Pul ishlaydigan YouTube kanal YouTube all this tabriklayman. Telegramimizni yozib qoldiring. O'zim yozaman. Sizga videovizovdan tel qilaman. Mana videovizovdan tel qilaman dedim. Mana shu omadli insonga men YouTube kanalni sovg'a qilaman. Aynan menligimni bilish uchun videovizovdan telefon qilamandagi bu insonga kanalni beraman. Telegramini xuddi mana shu
kommentimni tagiga o'zi atvet qaytarib yozib qoldirsa, men Telegramdan bog'lanib pul ishlaydigan YouTube kanalimni beraman. Xullas, do'stlar, xuddi shunaqa YouTube kanal yana yutib olsangiz bo'ladi. Menda YouTube kanal ko'p, o'zim pul ishlaydigan kanallarim. Bitta omadli insonga yana bermoqchiman. Like bosinglar, komment yozinglar. Chiroyli komment, chiroyli like. Keyin esa videoni oxirigacha ko'rgan bo'lishlaring kerak. Bo'ldi. Shartlari oddiy. Bitta omadli insonga yana YouTube kanal berishga tayyorman. Bu insonga YouTube kanalini o'tkazib beraman. Sizlar bilan Miko bo'ldi. Sog'lik, omonlik, chao. Agarda YouTube kanal yutib olsangiz, aka YouTube kanal kerak emas, sizni darsligingiz menga kerak desangiz, o'rniga darslik so'rasangiz, darslik ham beraman. O'ylab ko'ringlar, bilimli narsa zo'r. Masalan, men bilimim juda ham million pullarga tengda. O'zim YouTubedan o'sha bilimim orqali YouTubedan pul ishlayman. YouTubedan bemalol pul ishlayman, pul yechaman. O'sha bilimni men o'rgatib darslik qilganman. Bilasizlar, darslik oladiganlar bor, juda ham ko'p o'rganmoqchi bo'lganlar, umidga darsingizni chiqaring sotuvga deyotganlar bor. Men darsligimni mana shu hafta to'liq qilib yangi shorts video yo'nalish, yaxshi zo'r o'zim yaxshi daromad qilib kelayotgan yo'nalishlarni darsligini chiqaraman. Kim olmoqchi bo'lsa, olsa ham bo'ladi yoki mana shu videoda kimdir omadli kelib YouTube kanal yutib olsa, tanlash imkoniyati bor yoki darslik yoki YouTube kanalda olsa ham bo'ladi. Darslik kerak bo'lsa, sotib olmoqchi bo'lsalaring, darslik ham bor. Bemalol yozsangiz bo'ladi. Telegramdan menga bog'lanib, sizlar bilan Miko bo'ldi. Chao, xayr, sog'lik, salomatlik. Bo'pti.